Quyosh panellari qishda ishlamaydi deb o'ylasangiz xato qilasiz. Ular qishda ham ishlaydi. Hattoki havo bulutli bo'lganida ham. Quyosh paneli kun yorug'ligidan elektr energiya oladi, issiqlikdan emas. Ikkinchisi, quyosh panellari o'zini qoplamaydi deb o'ylasangiz xato qilasiz. O'rtacha 3-5 yilda quyosh panellari o'zini oqlaydi. Agar o'rtacha 25 yil kafolat beriladi deb hisoblaydigan bo'lsak, qolgan 20 yil va undan ortiq vaqt sizga sof foyda olib keladi. Uchinchisi, quyosh panellari qimmat deb o'ylaydigan bo'lsangiz yana xato qilasiz. Aslida quyosh panellarini o'rnatish ancha arzonroq bo'ladi va elektr energiyadan tejab qolishni esa birinchi oyni o'zidanoq boshlaysiz. To'rtinchisi, quyosh panellari uyingizni chiroyini buzadi deb o'ylasangiz yana yanglishasiz. Agar panellar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, ular uyingizga yanada ko'rkam va zamonaviy ko'rinish beradi va uyingizni qadrini yanada oshiradi. Beshinchisi, quyosh panellarini qarash va nazorat qilish uchun ko'p vaqt oladi deydigan bo'lsangiz yanglishasiz. Eng kamida quyosh panellarini 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida changlari artib turiladi xolos. Shuni o'zi kifoya. Quyosh panellari haqida har xil safsatalarga ishonmang.